Hop, demak, Tolibjon, Tolibwatch, Eurodollar. Hop, bu bizada resistance, support, hop, globalni resistance, support desak bo'lar ekan. Demak, kelgan bu yoqdan. Hop, support bizada, bu yoq resistance, bu yoq support, такой, bu yoq ham resistance, support. Также backtrader. Hop, demak, support, resistance, bu yoq support, bu yoq bizada resistance edi, bu yoq bizada support. Demak, просто normal, yaxshi, xato emas, faqat nomlarini alishtirib qo'yibsiz. Ba'zi joylarda bu yoqlari support, resistance. Hop, e'tibor beringlar shularga. Kattalar. Watch. Так, пробой вообще chiroyli. Красавчики. Молодец. Аш tigr. Zo'r akalar, молодецlar. Ancha yaxshi. Tushunib qopsizlar, demak, support, resistance. Zo'r, красавчики. Так, test bo'lgan. Четкий. Downtrend, uptrend. Entry, swing, resistance. Bu. Так. Bu yoq bizada resistance, support. Mana buni ham belgilash kerak. Resistance, hop, support, resistance. Nudda, молодец. Hop, kundaliklaringizni olib kelinglar tez. 5 qo'yib beraman hammaga. Hop, yaxshi vazifalaringiz yomon emas. Demak, resistance bizada, support, resistance. Hop, yaxshi. Demak, support resistancedan boshlasak, demak, urg'uylarga sekin o'tamiz bugundan. Undan keyin patternlar bor, o'sha обычный bozoردagi modellar, ularni ko'rib chiqamiz. Hop, o'ylashimcha, такой ko'rishimdan ancha hamma tushunib olgan, unaqa qiyin joyi ham yo'q. Tushunmaganlar ham o'ylaymanki, mana bir-birimizni mana bunaqa skrinshotlarimizdan tushunib olganmiz. Hop, demak, mana support, resistance. Demak, biz tushundik, minimumlar, demak, support hisoblanadi, maksimum bizada resistance hisoblanar ekan. Unda вот такие situation. Красавчики, zo'r, молодец. Unda yomon emas. Hop, support, resistance, zo'r. Chiroyli olibdi bo'lgan, молодец. Demak, zo'r. Demak, bizada bo'lishi mumkin ekan nima bu yerda? Ya'ni tilla 50 ga kelib chiqib ketish ehtimoli bor mana bu grafikimiz bo'yicha. Zo'r. Вообще красавчик. Besh bolalar. Hop, ancha xursand qildingizlar. Ko'rib chiqdim. Yaxshi, hech kimda unaqa такой kamchiliklari yo'q. Hop, demak, bezignor. Yo'q, bezignor ko'rib chiqamiz. Yomon emas. 5. Hop, keyin endi ko'rdim, vazifalaringizni ancha hamma tushungan, kamchiliklar yo'q. Hop, общий chatdan men o'qib o'tiradigan narsam yo'q. O'ylaymanki, faqat men vazifalarga qarayman, shu vazifalardan aytilgan sizlarga ko'raman to'shta darslarni. Kundalik komp bo'lgan bu aka. Hop, demak, endi sekin darslarga o'tamiz. Hop, akalar, e'tiborli bo'lasizlar. Qo'ldan kelgancha urg'uylarni tushuntirishga harakat qilaman. Endi hammaning o'zini uslubi bor-da. Urg'uylarni tushuntirish bo'yicha, demak, вот, imunda meni ham o'zimni uslubim bor. Urg'uylarni tushuntirish bo'yicha balki yaxshi tushuntiraman, balki yaxshi tushuntira olmasman, lekin sizlar samiklarni tushunishga harakat qilinglar va shuni praktika jarayonida qo'llashga harakat qilinglar. Men qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Sizlarga yaxshi tushuntirishimdan ortig'ini qila olmayman, deb bera olmayman. Hop, demak, bismillah deb boshlaymiz. Hop, ko'rib chiqdingizlar, adashmasam mana bepul kanalimizda ham ancha-muncha
ideyalarni tashladik, ko'rgan bo'lsangizlar. Hop, shunaqa o'ylaymanki, sizlarga yangilik joylari yo'q. Bu yoqdagi tashlangan ideyalarni hammasi o'sha sizlar bilgan narsalar bo'yicha tashlayapmiz. Ya'ni support resistance bo'yicha hozircha. Endi bugun hozir o'yinlarni ko'rsatib qo'yganimizdan keyin to'g'ri sizlar tushunasizlar. Endi biza ya'ni yana qo'shimcha to'g'ri sizlarni analizlaringizga bu o'sha o'yinlarni topish sizlarga o'sha qo'shimcha dars bo'ladi, как положено. Hop, mana buni mustahkamlab boshlasanglar bo'ladi. Men faqat hozir nima deydi? Zokada turibman. O'shanda xayol. Hop, davom etamiz. Hop, demak, misol uchun bizga kerak umuman o'sha analiz qilishimiz uchun oddiygina nima? Shu grafik. Demak, biza grafiklar bo'yicha tushundik nimani? Ya'ni support va resistance biza topib bilamiz. Bozori bu joydan biza support va resistance ko'rsatsa topa olamiz. Mana последнийsi bo'yicha mana eng yaqin bizada resistance mana bu yog'i va bu yoqda bizada support. Bu yog'i resistance, bu yog'i support. Demak, endi hop, e'tibor beramiz. Eng yaqin biza support va resistance ga qarasak, demak biz uchun bu yog'i eng yaqin resistance da, bu yog'i esa biz uchun eng yaqin nima? Support hisoblanyapti ekan. Hop, bu yoqdanchi? Bu yoqdan mana bu yoq hisoblanyapti, to'g'rimi? Demak, bu bizada o'sha weekendly, ya'ni haftalik bo'yicha qaraganimizda, ya'ni mana bunday ko'rinishda bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni support va resistance'imiz. Hop. Hop, deylik, taxminan mana bunday ko'rinishda bo'lar ekan. Hop, endi biza buni nima qilishimiz mumkin? Time'ni kichraytirib ko'ramiz va uzoqlashtiramiz. Yana launch mana bunaqa chatga o'tkazib olamiz. Hop, demak, hop, ya'ni D1 ga o'tkazganimizda bizadagi o'sha kamchiliklar, xatolarni ozgina to'g'rilab beradi. Demak, o'shanga harakat qilamiz to'g'rilashga va eng yaqin o'sha nimani oldik biza? Resistance va biza eng yaqin o'sha supportni oldik. Hop, endi biza uchun такой уровень qaysi bo'lishi mumkin? Demak, e'tibor beramiz. Bugun bizada tilla mana shu joygacha narx tushib, shu yerdan ko'tarilib ketdi, to'g'rimi? Demak, necha punkt bizada? Hop, 37 punktda, yo'q, даже D1 da bizda 370 ekan. 400 punkt ekan даже. 400 punkt bizada, ya'ni ko'tarilib ketgan mana shu yerdan tilla. Va bizada bu yerdan narx tushishi bo'lgan. Bizada har qanaqa joyda narx agar o'zgarish beradigan bo'lsa, bizaga birinchi o'rinda возможность beradi, to'g'ri bizani narxga kirishimiz uchun. Demak, biza lanchatga o'tkazadigan bo'lsa va e'tibor beramiz mana bu joyda. Hop, biza olishimiz kerak bo'lgan o'rinlar, ya'ni narx tushishi bo'yicha, ya'ni deylik narx bizada mana bu yerdan tushib ketdi, to'g'rimi? Bizaga eng yaqin nima kerak bo'ladi shunaqa vaqt? Eng yaqin bizada kechagi darslar bo'yicha aytdik, to'g'ri eng yaqin bizaga resistancelar kerak bo'lar ekan. Hop, deylik biza eng yaqin, hop, mana shu tushayotgan trend bo'yicha eng yaqin bizada resistance birinchisi mana bu edi, to'g'ri mana bu edi, undan keyin bu edi, resistance haqida gap ketyapti. Hop, undan keyingisi, demak, mana bu bo'la oladimi? Bo'la oladi. Demak, biza e'tibor beramiz, okalar. Hop, biza haqqimizda bor mana bu resistance'ni olishimizga. Nimaga? Chunki narx bizada tushib kelyaptimi? Demak, bizada bu yerda bitta plus resistance bor. Bizada plus bu yerda nima bor? Mana bu yerda. Demak, bizada bitta support bor, to'g'rimi? Va bizada tepadan bitta resistance ikkita. Demak, bir necha resistancelarni, demak, nima deydi? Buni deylik fake out deb qabul qilgan taqdirimizda ham eng yaqin mana shuni olib turib, biza o'zimiz uchun zona deb olishimiz mumkin. Demak, mana bu yerini. Demak, mana bu ikkita supportni o'zimizga zona deb olishimiz mumkin. Mana bu support va bu supportni. Va biza eng yaqin nima qilamiz? Resistance'ni ham o'zimizga olamiz. Hop, bu bizaga chalg'itmasligi uchun shart emas hozir. Hop, demak, mana shu ikkalasini oladigan bo'lsak, hop, demak, e'tibor beramiz. Switchnoy grafikka o'tkazadigan bo'lsak, narxni ko'radigan bo'lsak, bizada eng qo'rqinchli holatda mana shu 2017 gacha narx tushib, shu yerdan narx ko'tarilib ketgan. Eng yaqin bizada nima? O'sha ikkita support bo'yicha. Ko'rasizlarmi? Ikkita support bo'yicha. Agarda biza buni yanada shu o'rinimiz o'zi to'g'rimi, yo'qmi, shuni aniqlash uchun agar повтор istoriyaga qaraydigan bo'lsak, 1, 2, ikkita demak support, demak bizada mana bu resistance ham demak yetmasdan qaytgan. Lekin mana bunday qilib, misol uchun olishga o'zi aslida misol biz mana bunday qilib olish kerak-da, aslida deylik support va resistance salgina teparog'ini chiqazib turib bo'ldi. Chunki narx shu territoriyaga kirib chiqib ketish ehtimoli bor shu sababdan. Va mana bunga qaraydigan bo'lsak, narx ham как раз mana shu territoriyaga to'g'ri kelgan, prям uchi, mana 3 dan kirishdi. Endi bu
yillar davomida sizlarda rivojlanib boradi, yillar davomida shu ketayotgan bozorda mana bunaqa holatlarni ko'ra olasizlarda. Lekin sizlarga bu qiyinchilik tug'dirmaydi. Misol uchun mana bunaqa o'rinlarni topib olish va kichrayib shunchaki 20 punkt yoki 10 punktlik o'sha такой zona qilib turib, o'sha zonadan kirish kerak. Hop. Hop, keyin H4 taymiga o'tkazib ko'ramiz. H4 ga o'tkazib ko'radigan bo'lsak, bizada o'sha Paslerni 2017 va 2028 bu zonalar juda ham katta hisoblanadi bizlar uchun va bu zonadan nima deydi, bizga bu mana shu zona hisoblanadi. Bu zonadan biz qanaqa точка выхода qilishimiz mumkin? Hop, demak, shu bilan demak shunga yondashamiz, to есть. Hop, demak, narx bizlar tushuvchi trend bo'yicha eng yaqin biz olganmiz ikkita support olganmiz. Demak, narx bizada mana shu supportga tushib, support ya'ni faktichески yangilab keyin ko'tarilib ketish kerak. Bu bozor qonuniyati. Hop, bitta narsani o'zlari uchun o'sha daftarga biron joyga yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu sizlarga bozorda kelajakda har qanaqa zonalardan foydalanganingizda yoki har qanaqa o'rinlardan foydalanganingizda kerak bo'ladigan qoida hisoblanadi. Misol uchun, o'sha matematikada ham o'zining qoidalari bor, to'g'rimi? Formula qoidalari bor. Formula qoidasini bilsangiz hech qanaqa sizga muammo tug'dirmaydi masala yechimi. Hop, deylik, xuddi shunaqa bu yerda bitta narsani esdan chiqarmaylik. Narx agarda razворот qilmoqchi bo'lsa, исторически qanaqadir maksimum yokida minimumni nima qiladi? Ya'ni yangilab keyin razворот qiladi. Demak, bu yerda xuddi shu qoidaga amal qiladigan bo'lsak, bizada ikkita mana shu yerda support bor va narx bizada tushib kelyapti. Demak, narxni biz nimani kutishimiz mumkin ekan? Narxni biz bitta yangilab keyin ko'tarilib ketishini kutishimiz mumkin ekan. Hop, demak, switchnodan ko'radigan bo'lsak, narx bizada birinchi urinishda ham ozgina yangilab ko'tarilgan va ikkinchi marta ham narx yangilab keyin ko'tarilib ketgan. Hop, bizga kerak bu yerda, ya'ni mana bu holatda aniqroq o'sha zona kerak deylik. 2017 va примерно 2015 deylik. Misol uchun 20 punktlik zona va biz shuni aniqlik bilan olishga harakat qilamiz. Hop, deylik. Narxda tushuvchi bo'lsa, mana 28 olib pastroqqa tushirishga harakat qilamiz. Hop, taxminan deylik eng yaqin o'sha support va resistancelar territoriyasiga qo'yish kerak-da. Va istoriyadan ko'rsangiz ham bu ancha nima deydi, o'sha kuchga ega hisoblanadi. Hop, mana bu yerda mana bu resistancelarga qo'ysak bo'lar ekan buni, to'g'rimi? Ya'ni ikkita supportga qo'yilgan, endi pastdan resistancega qo'yamiz buni. Ya'ni mana shu resistance o'ziga qo'yamiz va switchnoga o'tkazib ko'ramiz. Demak, 2013 va 17 demak narxlarda bizada razворотni kuzatishimiz mumkin. Demak, mana holat. Va bu yerdan точка выхода qanaqa bo'ladi endi? Точка выхода demak, shunchaki narx shu yerga kirish kerak bizga yoki mana shu olgan zonamizdan narxi yangilash kerak va narxni qaytib tepaga chiqib yopilgandan keyin switchlarga qarab turib kirsak bo'ladi. Masalan, deylik, mana bu yerdan qayerdan kirishimiz mumkin edi yoki desiz. Bu yerda misol uchun biz e'tibor beramiz narxni kirib kelishiga. Narx qanaqa kirib kelgan deylik. Bizada o'sha qizil switchlar bo'yicha kirib kelgan va undan keyin bitta ko'k switch ochildimi, undan keyingi ochilgan switchani просто orqaga qaytib retesini kutish kerak. Deylik, kamida M30 da bu holat bo'lsa, ya'ni ayta olaman sizlarga, deylik, M5, M1 da ham kuzatinglar mumkin eplolsangiz, lekin M1, M5 lardan faqat sizlarga bu yangilik, hali o'zi mana shu tushuntirgan joyimgacha tushunib olganingizni o'zi kattaga. Вот, поэтому mana shunaqa holat, ya'ni ko'k switch bitta ochilishini kutamiz va undan keyingi ochilgan switchni retesga kutamiz va retes bo'lgandan keyin bemalol biz o'sha retesdan biz baylani ochib pastga, minimumdan pastga stoplarni qo'yishimiz mumkin. Demak, mana bu yerda bizda mana 25 punktcha plus minus stop loss va bizda bitta switchni o'zi yangi ochilgan. 97-95 punkt. Bitta switchni o'zi bizga olib kelayotgan daromad. Ya'ni biz hali bu haqida gaplashayotganimiz yo'q, bu kino bo'ladi-ku, ya'ni buni ushlash uchun hali bilmadim, ancha balki kerak bo'lar, balki kimgadir qanaqa. Atak sizlarga o'rgata olaman va sizlar qila olishingiz mumkin, qo'lingizdan keladi, shuni eplay olsangiz. Anig'i siz mana bunaqa 100 punktlik misol uchun dividenlarni aniq joydan kirib, bitta risk qilib chiqib keta olasiz. Bunaqa holat sizda misol uchun kuniga takrorlay olishingiz mumkin. Kuniga siz takror o'rinlarni topib ishlashingiz mumkin. Hop, deylik, mana bu yerda siz uspet qilmadingiz, yana qayerdan kirishingiz mumkin edi. Siz M30 time'da turibsiz. Deylik, yana lanchatga o'tkazamiz, takoy sog'lashtirib ko'ramiz. Demak, siz to есть kirishga uspet qilmadingiz mana bu yerdagi bitta switchni o'zidan. Hop, endi men qayerdan kiraman degan savolingizga javob qidirib ko'ramiz. Hop, demak, bizga narx ko'tarildi va bizga
eng yaqin pastdagi nima kerak? Birinchi supportlar kerak bo'ladi. Demak, eng yaqin supportlar mana shu ikkalasini olsak bo'lar ekan, to'g'rimi? Ya'ni istoriya bo'yicha. Hop, mana buni udal qilamiz. Kattalar, vроде sizlar tushundingizlar, zapis bo'lyapti dars. Hop. Keyin mana bu ikkalasini oladigan bo'lsak, biz supportlarda va endi bizga resistancelar kerak bo'ladi. Ikkita resistance olishimiz kerak deylik. Mana bunisini yoki bunisini olsak ham bo'ladi. Deylik, mayli, sal teparoqqa qo'yamiz. Farqi yo'q, deylik, biz samgilan ikkita support topdik istoriyadan, ko'tarilish trend bo'yicha va ikkita nimani topdik, o'sha resistancelarni ham topdik. Hop, endi switchni o'tkazadigan bo'lsak, mana bu yerda ham kuzatishingiz mumkin. Demak, narx shu yerga urilib turib, ya'ni tako'y bizada qaytish bo'lgan. Hop, keyin mana bu holatda qaraydigan bo'lsak, narxda bizada fakticheski hop bizga qilib berish kerak edi. Mana bu yerda хотя бы retest va undan keyingi bizada ko'tarilib berishi ehtimoli bor edi. Keyin biza sizlarga, ya'ni o'sha o'zimizni kechagi darsliklar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bizada eng yaqin nima bor bu yerda? Eng yaqin bizada bu yerda tako'y resistance'imiz bor, ya'ni resistance bizada bu yer support va resistance bu yer esa bizada yana support hisoblanadi, to'g'rimi? Demak, bizlar uchun eng yaqin mana bu resistance'ga narx deyarli retest qilib keyin ketgan. Deylik, biza topgan o'rinimiz bo'yicha narx kelish kerak edi fakticheski shu yergacha, lekin kelib ketmagan. Hop, deylik, mayli, biza mana bunga qarab turganimizda buni ko'rmay qo'ysakchi, yo'q, ko'rishingiz kerak. Buni ham olib qo'yasiz, buni ham olib qo'yasiz. Demak, sizda ikkita retest zonangiz bor, bittasi shu, bittasi shu. Yoki bundan tepada narx yopilib berish kerak, shu yerga kirib turib narx, yoki bu yerga mana kirgan narx, to'g'rimi? Deylik, mana kirib turib kirgan va shundan tepada yopilib berish kerak. Demak, narx kirdi va tepada yopilib berdi, ko'k switch yopildi. Mana undan keyingi switch mana ochilib, mana bu soyachasi bor. Mana shu retest o'zi hisoblanadi. Kichkinagina mana retestchi shu yerdan o'sha baylanib olib turib, yengil mana pastga deylik stop qo'yamiz. Mana 28 deylik 30 punkt mana bu yerda stop bo'lar ekan. Sizda demak, take profit biringiz anig'i mana bu yer bo'ladi. Misol mana shu switchni примерно 69-70 punkt ekan. Такой 1-2 соотношение. Да, это же saldo da, mana bunda eplar qilsa bo'ladi, okeylar. Hop, hozir 1 minut. Hop, davom etamiz. Hop, demak, o'ylaymanki, bu hech qanaqa sizlarga qiyinchilik tug'dirgani yo'q, o'zi qiyin emas. Demak, yana dalshi davom etib ketaveramiz. Bizga просто istoriya eng yaqin o'sha resistance supportlar bo'ladigan bo'lsa, biz bemalol urinlarni topib ketaveramiz. Bizga shart emas qanaqadir deylik, mana misol M30 yoki H1 ga o'tib turib, mana bu yoqlardan qayerda ekan, urin bu yoqdan olaymikan, mana bu supportni olaymi, yo buni resistance kerak emas. Bizga eng yaqin o'sha support resistance olib turib, demak, ayta olishimiz mumkin bizlar uchun bu urin bo'la oladi deb. Hop, demak, bu holatlarni ko'rib chiqdik va yana dalshi ko'rib chiqaveramiz. Demak, narxda bizadagi kuzatilayotgan holatlarni ko'ramiz. Hop, deylik, demak, hozir mana bu yerdan demak birinchi sellarni ko'ramiz. Sellarni ko'radigan bo'lsak, hop, bizlar uchun demak, bizlar uchun bo'la oladi. Demak, narx qaytishi mumkin. Bizada qayerda? Ya'ni eng yaqin o'sha support, ya'ni bizga поддержка bo'lishi mumkin narx uchun, to'g'rimi? Demak, biz olib ko'ramiz. Birinchi mana shu supportni o'zini va switchlarga o'tkazamiz. Demak, o'sha supportimiz, demak, biz olgan support, demak, qanaqadir kuchga ega support hisoblanadi ekan. Nimaga? Chunki mana bu yerdan qaraydigan bo'lsak, mana chatga o'tkazib, просто mana buni o'ziga qo'yaman. Men tako'y buni hali ko'rmadim. Va o'sha switchlarga o'tkazadigan bo'lsak, demak, narx bizada shu yerga kelib kuchli откат bergan tepaga. Hop, va narx mana shuni tepaga bizada kuchli impuls bilan kelib ham yorib chiqib keta olmagan. Ya'ni shundan pastdan narx yopilib, bizada kuchli qulash va imенно mana shu urinni tagida biz katta faqat qulashlarni kuzatishimiz mumkin bir necha bor. Demak, yana keldik ketdi, to'g'rimi? Mana shuni bizda ham deylik. Bu yerda ham deylik, bizda narx qaytgan.
Bunda ham qaytgan. Xullas, bo'lishi mumkin mana shu yerda ham. Demak, ehtimoldan xoli emas. Agarda narx mana shu uровеньdan demak, tepada yopilib bersa va ehtimoldan xoli emas. Demak, narx bizada bayga o'zgarib tepaga chiqib kelish ehtimolimiz bor. Agarda narx yanada bizga pastga yopilib beradigan bo'lsa, u variantini ham, to есть u variantini ham ko'rib ketaveramiz. Hop, hozircha bizada mana shu yerdan bizga ertalabki, ya'ni sellarni возможностini bergan. Keyin eng yaqin biza deylik nimani olishimiz mumkin? O'sha switchni ko'raylikchi. Misol uchun biz olamiz. Hop, bunaqa holatda eng yaqin razvorot qilgan switchning maksimumini olamiz. Ya'ni razvorot qilgan bizada switch qaysi? Birinchi razvorot qilgan mana shu qizil switch hisoblanadi. Bu switch ham emas, bizada bu shunchaki narx chiqib kelib qizil yopilib bergan, undan keyin ko'k yopilgan. Eng seryozni bizada o'sha razvorot uchun bo'lgan switch mana shu va shu switchni maksimumini olamiz. Chunki men uzoqqa qaradim, hech qanaqa uровень yo'q. Sizlar ham xuddi shuni agar ko'ra olmasangizlar, eng yaqin o'sha switchni maksimumini olsangizlar bo'ladi bunaqa holatlarda. Hop, demak men shu holatni qilaman. Eng yaqin switchni maksimumini olaman. Mana maksimumini oldim va narx ko'rganimizdek ertalab biz analiz qildik, to'g'ri narx shu yergacha chiqib keladi dedi. Demak, birinchi sabab shu ekan. Narx shu yerga chiqib keldi va shu yerdan bizaga откат bo'lish ehtimoli bor edi. Narx pastga yopilib bersa va narx bizada deylik pastga ham yopilib berdi, mana shu yerga kirib va retest ham qilib berdi. Retestdan keyin stopni ozgina tepaga misol uchun deylik mana 30 punktcha qo'ysak ham stop olmasdi. Take profit bizada mana 67 punkt. Misol uchun men mana shu yerda 20 lot bilan kirib chiqdim shu kuni ertalab. Sal turib gruppalaringizga tashlab qo'yaman. Hop, keyin deylik, bundan ham svet qilmadim deganingizda misol uchun deylik retest kutib turib kirsangiz bo'lardi. Undan ham svet qilmasangiz mana ko'rasizlar, prям uchma uch narx shunga tegib, misol uchun mana necha bu 58-50 ga tegib narx tushib ketganini qaranglar, prям chiroyli, go'zallikda u. Prosta chiroyli, taka urovlarni top olasiz, ya'ni o'sha bozorda kuzataverasiz, maksimum, minimum, ya'ni support va resistance bu ключевой o'sha уровень zonalarni top hisoblanadi. Hop, demak, qachon kirishni ham ko'rsatdim, ya'ni bunaqa holatda deylik birdaniga bu yerdan kirdi ham deylik kirishimiz kerak emas, prosta shu zona bor. Shu zonadan deylik narx pastga yopilib berishi kerak va retest yoki kutish kerak. Deylik pastga ham yopilib bergan, bizada mana retest ham qilib bergan. Ikkinchi marta misol uchun holatda xuddi shunaqa narx deylik bizada pastga yopilib bergan, kirsak ham mana bu switchning o'zidan deylik va tepaga misol stop loss qo'ysak mana 15 punktcha bizada stop loss bo'lar ekan. Ya'ni mana shu switchdan kirsangiz buni tepasiga qo'yganingizda ham bizada mana take profit ko'ringlar, mana 55 punkt bizada bemalol take profit bo'lganda, ya'ni o'sha stop lossimiz 1 ga 2 aniq ishlab beradi agar mana shunaqa ishlasak. Hop, bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda bitta retest bo'lgan, bu yerda ham bo'lgan. Demak, mana bu ham qaytaraverishi mumkin shu territoriyani. Demak, bizda buy o'ylashimiz mumkin. Tillarni qachonki 58 va 56 narxlardan tepada yopilib bersa, demak, ungacha hali tillarga hech qanaqa ishimiz yo'q, poka sel uchun hech narsa yo'q ekan. Hop, demak, tillar mana bu yerda misol uchun buyda ham возможностini bergan. Ya'ni hozirgi holat bo'yicha, ya'ni buyga ko'tarilib ketdi. Shu holat bo'yicha bizga buyda ham misol возможностini bergan. 15 ga o'tkazib turib misollarni lanchatga o'tkazamiz. Hop, bizga narxni deylik tushib kelyaptimi? Demak, eng yaqin biz nima qilamiz? Resistancelarga birinchi qaraymiz. Bir necha resistancelarga qaraymiz. Demak, eng yaqin resistancega qarasak, bizga bir necha eng yaqin resistancedan o'z ichiga oldi. 1 2 3 4 mana bu ham 5. Hop, eng maksimumga qo'yamiz buni. Eng maksimum. Hoppa, mana eng maksimumi deylik shu yerda qo'ydik va ya'ni anaqaga lanchatga o'tkazamiz. Demak, narxga qarasak, narx faktichески bizada shuni, ya'ni ozgina perlov qilib tepada yopilishi kerak edi yoki shuni ichiga kirib yopilishi kerak. Narx deyarli tegmasdan qaytib ketgan deylik. Hop, yana bizada misol uchun bu yerdan kira olmadik. Yana bizada nima asos bo'lishi mumkin edi? Hop, bizada yana bitta asos bor edi. Ya'ni mana bu yerdagi eng yaqin anaqa nima deydi buni? Supportchaga qaraydigan bo'lsak, mana eng yaqin supportchamiz va o'sha bu yerdan kira olmagan taqdirimizda ham, ya'ni shaxsan menda shunaqa bo'ldi. Bu yerdan kira olmadim. Shuni tepasida yopilishiga bayga kirib chiqdim. Bay ham ushladim men bugun, ya'ni selni ham ushladim. Bu yerdan bayni ham ushladim. Hozir yopdim. Bo'ldi. Ya'ni menga deylik bugun uchun bay sel o'ynaganim yetadi. Hop, hazillashdim. Ya'ni o'sha ishlaganimiz yetadi. Ertadan yana dalishib bo'lishni davom ettirib ketaveramiz. Ya'ni sizlarga prosta men bugun dars qilib, bugun qanaqa сделка qilganimni sizlarga tushuntirib berdim. Xolos, xuddi shuni sizlarga dars qilib berdim. Vot, ya'ni
naqdi deylik, mana shu eng yaqin bizada support edi. Shu supportdan tepada ko'k mana yopilib berdi. Mana undan keyingi switch mana retesi, polni retesga pastga kelgandan keyin biochinglar, ya'ni tepada yopilgandan keyin ko'k bo'lib dedimi? Xuddi shu holat. Tepada yopildi mana ko'k bo'lib, undan keyin mana switchdan baylani olib boshlasangiz, deylik baylani olib boshladingiz, pastga misol, deylik mana minimumga stop qo'yman. 30 punkt ekan keling yana. Sizga mana bu yergacha mana 1 ga 1 уже mana 40 punktchisida bor. 1 ga 1 dan ozgina ko'p. Вот, ya'ni trading mana shunaqa bo'ladi-da. Ya'ni siz stop 20-30 punkt qo'ydim degani, bu stopingizga sizga 1 ga 3 именно yurib berish kerak degan joyi yo'q. Unaqa o'rgatgan ustozlarni ham uncha eshitish kerak emas, chunki bozor unaqa holat yo'q. O'sha o'rgatayotgan ustoz o'zi 1 ga 3 ushlashda ba'zida makillab qoladi. U o'zi bilmaydi bozorni. Bozorda misol соотношение bor, risk bor. Riskka соотношение qarab turib, chiroyligina tez-tez save qilib ishlab ketaverish kerak. Ya'ni bozorda struktura har kuni va tez o'zgaryapti. Deylik mana yaqindagina selda turdim, sellarni yopdim, обратно bayga o'chdim. Misol uchun bu yerdagi sellarimni men deylik o'zi faktichески boshlamoqchi edim mana bu yerlargacha misol uchun polni. Lekin narxda bugun deylik bozorda hech qanaqa yangilik va yo'q edi va bozordagi bugun o'z yurish ko'rdingizlar qanaqa sekin yurdi bozor. Bunaqa holatda demak bozorda hech qanaqa likvid yo'q. Поэтому men tez-tez bozorda уже harakatlanib chiqib ketdim. Sizlar ham уже sekin-sekin savdo qilib mana bunaqa zerikala qilib boshlasangiz-da, qiyin joy yo'q. Ko'rasizlar, mana eng yaqin supportga qarayapman, bu yerdan uruylarni topyapman, tepadan qarayapman, hammasini ko'rsatdim. Hech nima yo'q. Sho'rvoni misol uchun siri nimada desangiz, sho'rvoni siri shunchaki nima deydi, e'tibor bilan o'sha nimada anavi regrovkasiga yaxshi qaraganimizda bo'lganda, boshqa hech qanaqa bu yerda siri yo'q. Shunchaki regrovkasiga, ya'ni regrovka bu yerda, ya'ni o'sha risk menejmentlar, ya'ni bozordagi объемlar, ya'ni yurishiga qarab turib his qilish kerak-da, bozorda nima bo'lyapti bugun, nima bo'lishi mumkin. Просто shuni his qila olish kerak. Ya'ni dars o'ylaymanki, bugun sizlar uchun idealniy va cho'tki dars bo'ldi. Juda ham qisqa, lekin ma'noli. Vaqtlaringiz ham omadim. Zapislar ham juda ham megabayt katta bo'lib ketyapti. O'shani hisobiga ham qisqagina, lo'ndagina mana vazifalaringizni ko'rdim, strategiyani tushuntirdim. Shu masalada zapis ko'rasizlar va yana savol-javoblar qilib, bitta savollaringizga javob berib o'tib ketaman. Shu bilan darsni tezroq tugatamiz, chunki zapis katta bo'lmasin. Ko'pchilik yozyapti, "Oka, o'tishga qiynalmayman" deb. O'shanga hammamiz o'ylagan holda chiroyligina qilamiz. Xo'p. Общий chat savollarda bo'lamizmi deymiz? Ha, savollarda bo'larkan, demak. Okey, Silif bo'ladi, sirofzi, ok, rahmat. Ha, Rossiyada amarkesda ochsa bo'ladi. Tak, okeylar, mana savollaringizni, misol o'zlaringiz qiziqtirgan yoki nimadir ma'lumot qanaqadir kerak bo'lsa, tezroq mana shu savollar gruppasiga, anaqasiga chatimizga yozinglar. Mana shu yerda turibman. Ko'rib, sekin o'qib savollaringizga javob beraman. Agarda savol kelmaydigan bo'lsa, o'ylaymanki, demak hammaga tushunarli bo'lgan. Если что, sizlarga agarda haqiqatdan ham shu mavzumiz ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, просто shu yerga kirib yozib qo'yinglar savollarga. O'ka, hammasi tushunarli, cho'tki deb qo'yinglar, to'shta men bilib, sizlarga eshitilyapti va sizlarga tushunarli bo'ldi bugungi mavzumiz. YouTube kanalga ham beriladimi hozir qilingan zerikalaringiz? Hozir zerika qilmadim. Hozir zerikalarni yopdim. YouTube kanalda har doim beriladi. YouTube kanalda okeylar, как положено signallar o'sha yangilikka yaqin, yangiliklar bo'lsa, YouTube kanal вообще gullab yonadi-ku. Bitta signal bilan 100-150 punkt o'tkazib yuboramiz. O'sha uchun kim agar tajribasi bo'ladigan bo'lsa oramizda, o'ylanmasdan mana darslarning sifatini va nimaga asoslanib zelka berishimiz ko'ryapsizlar. Yanada qiynalaman desanglar, просто ko'zni pishirish uchun ham signalga qo'shilib olsanglar bo'ladi. Ya'ni signal bersak, nimaga asoslanib berdik, qanaqa o'shlar tushunib ko'rib borasizlar. Qancha bir oy turganingizda ham bir oyda уже praktikasi ham ichida bo'lib ketaveradi. Tak, udar zo'r. Aka, Rossiyada amarkets bo'ladimi? Bo'ladi, rahmat. Точка uxoda o'rgatasizmi aka? Nima qilyapsiz точка uxoda qilmasdan? Aytdim-ku, mana zonadan tepada bitta switch ko'k bo'lib yopilsa, bay uchun undan keyingi ochilgan switchadan bemalol retestdan kiraverasizlar. Seliga xuddi shunaqa. O'rgatyapman-ku. Просто e'tiborli turingda, ukajonim. Ekzam $30 beruvdi, savdo qilolmayman. Вообще nimaga yordam beraman? Chop tashlayman, bunaqa bo'lganda. Mayli, sizga qarang, bitta ogohlantirish. Bunaqa savollarni bermanglar, ukajon. Bu yerda dars haqida savol ketyapti. Men birontalaringizdan shot olib ko'tarib beraman dedimmi yoki birontasi aytdimi o'zani guruhdan? Yoki displeyni tushuntirib bering. Xolos, darsda zo'r.
Shoshqaloqlik qilyapman aka, ozroq maslahat bering. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Alloh vosib aka. Analiz ham bo'ladimi? Qanday qilib Baysel boshidan tutib olsa bo'ladi? Nimani o'rgatyapman men? Makka qorovullik qilishni o'rgatyapman hozir. Muddin. Hop, tushunishim bo'yicha yaqin rezistensiya yoki supportga yaqin bir necha kat zonalarda savdoga kiramiz. Bugungi dars shu haqida edi, Примерно shunaqa. Aytib ko'rsangiz yaxshiroq tushunasiz. Ustoz tushundim, zo'r chiqdi. Ustoz bu kursni tugatganimizdan keyin konkurs qiling. Kursni tugatib shunga loyiq bo'ling. Konkurs muammo emas. Bu aka kurs oxirida guruh shogird olasini hozircha o'rganing. Assalomu alaykum aka. Kunni qaysi qismida ishlaysiz? Hozir aytaman. Xo'p, yaxshi savol bo'ldi. Demak, displeyni va o'sha kunni qaysi taymida displeynidan o'zi gapirib o'tganmiz. Men displeyni haqida gapirishdan charchanman. O'zimga yoqadi chunki qayta-qayta aytsam, o'zimda yanada mustahkam bo'lib boraveradi. Shuning uchun buni ham aytib o'taman. Hop, keyin yana nimani aytib o'tamiz dedik? Kunni qaysi qismida ishlaysiz? Aka, o'qish uchun hisoblar berasizmi? Kitob o'zim kitobim bor. O'shani berish mumkin. Shu joy kitob aka yo'q. Hop, aka, men tilladaylikdan kirdim. Nima bo'ladi endi? O'zimcha test qilgandim, 44 gacha tushib beradi deb. Hop, 52 dan kirgan bo'lsangiz, hop, testingizda davom ettiring. Save bitta stop losslaringiz kontrolga olingda, kontrol bo'yicha чистый displeyni bilishni. Darslar tashlari, Shevaga gap yo'q, Sheva cho'tki, asosan tilla. M5 yuqoriga ketayotgan atkan, to есть atkat bersa, necha punkt yursa, yuqorisini retest deb olamiz. Ular haqida gap aytganimiz yo'q. Shunaqa dars bo'lsa aytaman. Просто darsdan chetlashib, bunday savol bermang. Dars zo'r bo'ldi. Rahmat. Assalomu alaykum og'a, bir duo qiling. Ilohim amin. Ilohim amin. Ishlarimiz hammamiz rivojini bersin. Shu darslarga e'tibor bilan quloq solib qarab o'tirgan har bitta treyderni uyida kamida M5 yangi paket tozasidan bo'lsin. E'tibor bermasdan qarab turganlar shu M5 ni harakatda bo'lsin. Allohu akbar. Ularga ham omonlik tilaymiz. Aka, trading uchun displeyni. Assalomu alaykum aka. Xo'p, zo'r. Assalomu alaykum. Beka, rahmat. Dushi. Ustoz strategiyasi ham SNR, SMC strategiyalarda qanday? Shunga o'xshash, aniqroq to'shalarni biladi. Shunaqa. Xo'p, beka, sell buyni qanday topamiz? Qanday yopamiz? Aka, trading uchun darsinglar. Xo'p, demak, akalar, displey haqida qisqagina aytib o'tib ketaman. Displeyni bu sizlarni kunlik qiladigan tartibingiz hisoblanadi. Ya'ni deylik, kuniga qaysi vaqtlarda men savdo qilishim kerak. Siz savdo qilishingiz kerak kuniga Amerikan sessiyasida yoki London sessiyasida. Londonskiy sessiyadan oldin, примерно 1 soat, 1,5 soatcha oldin, xuddi men ko'rsatganim bo'yicha analiz qilasizlar-da, London kirishiga tayyorlanib turasizlar. Deylik, London va Amerika sessiyasi qachon kirishini internetga kirib o'zlaringiz topasizlar. Misol uchun, meni soatim bilan kirib keladi. Примерно xo'p, 4:30 da Amerika kirib keladi. Meni soatim bilan, sizlarning soat bilan shunda menimcha 6:30 ga to'g'ri kelsa kerak. Ya'ni O'zbekiston soati bilan 6:30 ga to'g'ri keladi. Bu vaqtda Amerika kirib keladi. Men misol uchun shu vaqtdan oldinroqqa zelka qilishga harakat qilaman yoki shu vaqtda o'zida yoki shu vaqtdan keyin. Mana bu displeyni, ya'ni deylik, men kuniga 2 marta bozorga kiraman yoki 1 marta bozorga kiraman. Qaysi vaqt kiraman? Sessiyalardan bittasida yo London yo Amerikada kirishim kerak va shart. O'sha men ko'rsatganim bo'yicha analizdan tayyorlab qo'yasiz. Shu ko'rsatganimiz bo'yicha zonaga narxlar kelsa yoki da zonani atrobotga qilib bersa yoki da zonadan atrobotga qilib chiqsa, o'sha vaqtga yaqin kirasiz. U muammolik joyi yo'q. U vaqt bo'lishi mumkin. Siz analiz qilganingizdan keyin yangilik vaqti bo'lishi mumkin. Narx siz topgan urinda turib, yangilikka yaqin shu urindan chiqib ketib qolishi mumkin, shu zonadan chiqib ketib qolishi mumkin. Ya'ni bunaqa holatda o'sha zonani zo'r topsiz, o'sha yangilik vaqtlarida zonadan foydalanasiz. Tamom, u qiyin joyi yo'q. Sizlarga prosta bog'lashni o'rgatishmagan balkim. Balkim sizlar yangidirsizlar, bilmaysizlar. Umuman eskilarni ham ko'rganim yo'q, birontasini o'zi to'g'ri qo'llaganini. Sizlarga bu ma'lumot. Ya'ni o'ylaymanki, o'sha displeyni bizada shunchaki kuniga necha pul biz o'sha risk qilishimiz, bilishimiz kerak. Deylik, depozitimiz deylik, misol uchun bizani o'sha $200 yoki $100 bo'ladigan bo'lsa, $10 har bitta zelka uchun misol uchun risk qilishimiz mumkin. Deylik, shunaqa $10 dan kuniga ikkita zelkaga $20 risk qilaman. Agarda sizga bitta bir kun davomida ochgan zelkangiz, birinchi zelkangiz
deylik sizga foyda bo'lsa, misol uchun $10 risk qilganingizda $15, $20 yoki $10 foyda bo'lsa, bo'ldi. Bugun uchun savdo qilmay, shu foydani olib qoling. Tushunarli? Вот, ya'ni foydani saqlab qolish ham o'zi katta narsa-da. Tushuntira oldim degan umiddaman. Xo'p, og'a, marketda komissiya bormi? Hech qancha emas komissiyasi. Yaxshi, tushunarli bo'ldi. Dars zapis tashlaysiz, mustahkamlab olamiz. Albatta, ustoz duosini olgan kam bo'lmaydi, albatta. Siz qaysi sessiya paytida kiramiz? Xo'p, aytib o'tdim. Trend liniyalar supportga retest birlashtirib ishlasa bo'ladimi? Trend liniyalar, supportlar, misol uchun mana urinlarni o'rgatdik. Mana shu hamma jamiki bilgan narsalaringizni hammasini bitta qilib ishlasangizlar bo'ladi. Yanada uverni rozdelkalar qilasizda. O'zi shunaqa ishlatish kerak ekan hech narsa. Assalomu alaykum. Trading view notebookda ochish va nastroyka qilish hozircha ma'lumot bering. Xo'p, keyingi dars. Ungacha internetdan ko'rsatib beradi Jonibek. Okino farm paytda ham o'zingiz analiz qilib kanalga tashlab berasizmi? Конечно, non farm liboriy o'zimizda bo'ladi analiz. Sizga qilib tashlatdim-ku, misol uchun. Hop, o'zimiz qilamiz. Shu vaqtlarni yozing. Yozmayman, o'zingiz toping. Nima? Qiziq gapirasizlar, xuddiki yozing, uni qiling, buni qiling. Lichkamga ham indamasam o'tib maslahat berasizlar-da. Yo'q, menga maslahat kerak emas. Men o'zim qanaqa qayerda olib borishni cho'kchimu, o'zim chiroyli bilaman. Ortiqchasi bilan bilsam bilamanki, kam bilmayman. Shuning uchun akalar, e'tiborli bo'linglar. Faqat darsga quloq solinglar. Men qattiq gapirishim mumkin, kimlargadir yoqadi, kimlargadir yoqmaydi. Aksariyat yoqmaydi. Nimaga? Chunki bu haqiqat. Xo'p. Men sizlarga paxta qo'yib o'tirganimdan beri yig'ib sizlarni rahmatlaringizni eshitib o'tirganimga u toqatim ham yo'q. Ishimni qilsam, rahmat aytsa, u yarashadi. Bo'lmasa nimaga kerak menga yolg'ondan sizlarga to'rtta gap gapirib rahmat. Ertaga hamma unutib yuboradi-da, просто foydalanib qolinglar oramizda insonlar. Ya'ni ertaga men yana dars beraman yoki yo'q, misol uchun ertaga bunaqa возможность bo'ladi yoki yo'q. O'sha uchun boridan foydalaninglar-da. Og'a, yengilda savdo qilish o'rgatasizmi? Nasib bo'lsa etap-metap. Savdoga kirishda kamida nechta tasdiq bilan kirasiz? 5-6. Aka, bugungi darsdan tushundimki, bozor support resistance supportga yuradi. To'g'rimi aka? Ko'pincha bozor mohiyati support resistancedan iborat. Faqat shuni to'g'ri ko'rib bilsangizlar, joyida urib olsangizlar bo'ldi. Bozor o'z mohiyati mana shu support resistance. Bu yoqdan bu yoqqa yuradi. Tamom, nima qiladi? Qayerdan qayerga yuradi yani misol. Вот. Bitcoin misol uchun kuzatib o'tirdim. Tak, tepada bizlar bitcoinlar. Misol bitcoin ham bitta tepaga chiqib tushib, bitta tepaga chiqsa shu bilan tushishimiz ehtimolimiz bor ekan. Darsga respekt aka, tizimli savdo haqida tushuncha bering. Okey, signal kanal haqida ham aytib o'ting. Signal kanal haqida ma'lumotni o'sha adminlarga yozasizlar, chiroyli ma'lumotlarni olasizlar. Signal kanalda как положено kunlik 2-3 ta signal bo'ladi yoki bitta bo'ladi yoki umuman bo'lmaydi. Ya'ni o'sha bo'lgan signallarni sizlarga qo'ldan kelgancha o'tadigan signal beramiz. Lekin stop va take profit bilan ishlatishni как положено eslatib o'tamiz va har bir yurgandan keyin misol 20 punkt 50 punkt yurishiga sразу aytamiz. Okeylar, yopinglar. Okeylar, save qilinglar deb har bittasi sizlarga как положено aytib tushuntirib boriladi. Og'alarim, вот, o'ylaymanki og'alarim chiroyli tushundik hammasini. Qo'ldan kelgancha robotlar qachon chiqarasiz-da? Robotlar haqida aytib o'tsak, robotlar tayyor, ishlab ham kelyapti. Faqat robotlarni chiqarishga vaqt yo'q. Shu sizlar bilan shug'ullanib oling, keyin robotlarni chiqarib, ularni o'sha nima deydi, sotuvga qo'yamiz. Пока что уже tayyor robotlar. Kimga qiziqtirsa, robotlar bo'yicha olmoqchi bo'lganlar lichkaga yozinglar, bemalol. Secretni hozir sotamiz robotlarni, keyin qimmatlashtirib sotamiz. Real, ya'ni robotlarning narxi hech nima aniq bo'lgani yo'q. Robot polni ishlayapti, zo'r daromadni zo'r qiladi. Как o'zingiz 5% ishlasiz, robot ham sizga 5 ishlasa, bu oylik 10% degani zo'r. Ya'ni pulda deylik qisman $100 bo'lsa, $1000 pulingiz bo'lsa, deylik qanchadir qismini robotda va qanchadir qismini o'zingiz savdo qilsangiz bo'ladi. Bu shunda siz riskingizni va disiplinangizni yanada to'g'riroq boshqargan hisoblanasiz. Bular haqida bunaqa darslar, ya'ni pulni to'g'ri boshqarish, bor pulingiz risklarni kamaytirish, eng kamaytirib soqqa qilish yo'llarini darslarda davomida o'tkazib ko'rsatib boramiz. Mana bunaqa livelardan qolmanglar. Livelarda bo'lsangizlar, primoy mana savollaringizni o'qib javob beraman. Ustoz sohani qancha vaqt bilan o'rganamiz? Примерно 6 oy, 8 oy ketadi.
faqat o'qish misol uchun men onlayn dars qilmoqchiman, mana sizlarni bitirg'izing, men natija bilan zo'r qilib bitirg'izsam pullik onlayn dars qilmoqchiman. U darslikda уже umuman kim nima u tushlaringizga kirmagan strategiyalar xayolingizga kirmagan yangiliklar bilan kurs ochaman-da. U kurs olgan odamda sohada ishlab ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Ya'ni birinchi masalada shuni o'tkazib ko'ring, o'xshasa keyin pullik qilaman. Unda boshqacha narsalarni kiritamiz. Вот, ya'ni hamma narsa etap bo'ladi. Okeylar, nasib bo'lsa, hammasini darslarda o'rgatib boramiz. Bu kunlar ham o'tguvchi, maksimum hammamiz qo'ldan kelgancha foydalanib olinglar. Hop, robot minimal depozit qancha? Примерно $500 qo'ysangiz ham ishlaydi. Hop, onlayn darsga qo'shilaman ustoz. Ha, xudo xolasa ochaylik. Hali oldinda onlayngacha hali ancha bo'lsa tugataylik olib 1 oy, 1,5 oy vaqt ketadi. Sizlarni tugatib bir ozgina qamar qilganlaringizda, misol bozorda bir bundoq bir pulni ochib turib chiroyli anaqalarni ko'rishlaringiz uchun, o'rinlarni ko'rishlaringiz uchun o'shanga ozgina joy-joyga ketkizib, sizlarda tajriba qiling, o'xshasin, zo'r bo'linglar. Unisini keyin mana shu boshqacha qilamiz. Bu yerda ancha-muncha treyderlarni sindiradigan narsa kiritaman. Ya'ni shunaqangi narsa kurs ichiga kiritamizki, nafaqat ilm va kurs u yerda sizga kerakli narsa bo'ladi-da. Ya'ni kimlardir sizga o'sha narsani palon pullab turibdi, biz uni xohlasa bepul qilib qo'yamiz. Propchilar qachon sindiramiz? Propchilar shular haqida gap ketyapti. Nasib bo'lsa propchilarni sindiramiz. Kurslarni boshlaylik. Nasib bo'lsa kelajakda onlayn kurslarni boshlasak, propchilarni sindiramiz birga. Ya'ni o'sha onlayn kursdagi kodtalar bilan birga. Rajabanks MT4 yopilishi mumkin deydi. Shunga nima deysiz? U MT5 tavsiya qilyapti. Rajabanks faqat hazillashib aldinglar u ustoz. Ular ham ustoz hisoblanadi. U hech qanaqa emas. MT4 nimaga yopiladi? Propshotga uydagilar robot ham bormi? To есть ulaydigan robot. Ha, bizning robotda propshotda hammasida ishlaydi. Ya'ni shunaqangi, ya'ni ishlaydigan robotlar kerak bo'lsa sizga, ya'ni 1 oylik o'sha prosatkasi, ya'ni o'sha umuman 1 kunlik 1 oylik prosatkasi 1% dan ortmaydi, oshmaydi. Ya'ni bu degani siz $100,000 propshotdan o'tib robotga pul solsangizda, отдельно o'zingiz 5-6 minglik misol shotda ishlab tursiz, real shotda robotdan o'tib ya'ni robotni prop kompaniyaga ulab qo'ysangiz 100,000 ga 1% ham sizga zarar keltirmaydi. Ya'ni bu degani o'zi kunlik risk, misol prop kompaniyalar 3-5% bersa-da, ya'ni san robot deylik kuniga 1% ham risk qilmasdan ishlasa, sizga oyiga 3% daromad olib kelsa ham o'sha $100,000 prop kompaniyadan bizning robotimizda sizlarga $3,000, to есть 1% olib kelganda $1,000, to есть daromad olib keladi degan. To есть 10% daromad olib kelganda ham. Ya'ni robotlar haqiqatan shunaqa ishlaydi. Agarda sizga misol menga minimal risk kerak desa, sizga o'rtacha oyiga 5% gacha ishlab beradi robot, yoki deyarli uzoq 10% gacha. O'rtachasini olganimizda 5% ishlasa, sizga oyiga aniq $500 pul keladi. Mana shu robot sizga, siz o'zingiz kun bo'yi misol kasal bo'lsangiz ham, ishlamasangiz ham, yursangiz ham, oyiga sizga aniq shu robot minimum $500 pul olib keladi. Undan tashqari o'zingiz ishlaydigan shotingiz bo'ladigan bo'lsa, unda bemalol uyat qilib ishlayverasiz. Robotni taxminan narxini ayta olasizmi? Вроде бы taxminan 1,5 mingni oshirmoqchi emasman robotni. O'zi 2,000 qilmoqchi edim, lekin 1,5 mingni oshirmoqchi emasman. Hop, robot dedingizlar, bitta ko'rsatib o'taman robot daromadlaridan va bir minutdan ko'rib qaysi hop, Lolopan shotida ko'ramiz 905likda. Yo'q, qachon mana shundan ko'raveradi. Hop. Hop, demak, mana bunga qaraydigan bo'lsak, bu prop kompaniya, bu o'zimizning real shot. Bu shotga biz qo'yganmiz $70,000 pul qo'yganmiz. Buni qo'yganimiz bizda o'sha noyabr oylari edi. Noyabr oyida bunga pul qo'yilgan. O'zi mana 3 oy bo'ldi. To'liq 3 oy bo'ldi. Mana 3 oyda 6,900 pashti, mana 7,000 o'sib turibdi endi. $7,000 bizda 3 oyda daromad qilgan. Prosatkasini ko'rasizlar. Bu $7,000 3 oyda pul ishlash uchun kuniga $200 dan $150 dan oshmagan prosatka qiladi.
Ko'rasizlar, prosatkani 150 ya'ni $200 oshirmaydi prosatkani, lekin 3 oyda $7000 daromad qilganda, deylik, bu o'sha ya'ni prop kompaniyaga xuddi shunaqa risklar bilan va xuddi shunaqa nastroyka, xuddi shunaqa ishlaydigan qilib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun sizga deylik, o'sha $7000 bu prop kelgan 3 oyda bo'lsa, oyiga 2300 dan to'g'ri kelganda, tilda chaqib aytadigan bo'lsam, bu $100,000 propda ham misol uchun shunaqa ishlay oladi. Deylik, misol uchun 2300 deylik sizga. Demak, endi ko'rasizlarda o'zlari sekin risklari kim qanaqaga tayyor bo'lsa, o'sha o'zi aytgandek qilib chiqartirib nastroyka qilib beriladi. U вообще muammosi bo'lmagan joyi. Hop, ising yo'q, man ichida yana bitta chiroyli shotjon bor edi-da, ko'rsatmoqchiman ularni. 2000lik ham bor edi bitta. Unda ham takoy ishlagan misol 2000likda atak. Hop, hozircha shu. Faqat buni ulaganman o'z telefonimda. Hop, uni ham ko'rsatib beraman. Tak. Hozir uni ham ko'rsatib beraman kattalar. Bir minut man bitta shularga borib to'xtab olinglar birinchi. Doğru bölünüyor Cül. Demak, uni ko'radigan bo'lsak, Alpari Pro S2 ekan bu. Alpari Pro S2 hozir bu mana o'sha $1,500,000 opog'imizga qo'yib berganmiz. O'shani shotini ko'rsatamiz. Pro S2. Tak. Qiynalib ketdim o'zim. Screenshot qilib o'tirmanglar, baribir o'zlaringiz ochib ko'rsangiz ham bo'ladi. Bu investorskiy parol. Vahaha. Demak, robotlar bo'yicha taxminan mana shunday savdo qilishlaringiz mumkin. Bu parollarni hali o'zlaringizga ham xohlasanglar tashlab beraman. Ko'rishlaringiz mumkin. Hop, PropShot standart pul standartdan pul chiqarsa bo'ladi. PropShotdan bo'ladi. Nimaga bo'lmaydi? Pul chiqarmasa hech kim ishlamaydi-ku, o'ynab yurmaydi hech kim ham. To'g'rimi? Xo'p, demak, bu yerdan qaraydigan bo'lsak, demak, istoriyasini ko'ramiz. Hop, bizaga mayli robotdan eng oxirgi bu yerda mana снятие bo'lgan, bu ya'ni ana minus qilibdi demayli, снятие ya'ni pul yechilgan $903.
Xo'p, demak hozir men sizlarga o'sha последний 1-yanvardan to bugungacha bo'lgan отчетностьni ko'ramiz. 1-yanvardan 01 Xo'p, demak qaraymiz. 1-yanvardan bizaga xo'p daromad bo'lgan to bugungacha $193 bu yerda bizada chista pul bo'lgan. Xo'p, demak depozitga qaraydigan bo'lsak, depozit bizada $1500 pul qo'yilgan va 1500 ga bizada mana xo'p ko'rishimiz mumkin 1-chislodan boshlab, 1dan emas, даже bizada robot yoqilgan, 1dan keyin yoqildi. 1-chislo endi yangi yil bayram edi-ku, o'shani hisobiga dushanbada yoqqanimiz yo'q. Chorshanbasida yoqdikda, 3-chisllardan yoqdikda. Примерно shu 3-chisllardan to hozirgacha mana shunday bizada takoy natija $193 ekan. Xo'p, xuddi shu turgan joyidan последний bir oyligini ko'ramiz. Xo'p, последний bizga kerak 1 oylik. Deylik mana последний 3 kunlik ham chiqarib bo'ladi. To'xtang, последний 3 kunlik $13 ishlagan. Bu yerda bizada 1,5 ming pul qo'yib, eng minimalni risk bilan o'zi ishlaydi robotni. Hech qanaqa takoy qo'shimcha prosatkalarsiz. Hop, va mana shu yerdan tanlaylik hozir 2024 bo'lsa 23 mana 15 dan to mana bugungacha ko'ramiz. Mana hop, последний 1 oy $1,5 ming bizada robotimiz ishlabdi. Hop, o'sha pribol $442 pul ishlagan bizada. $442 $1,5 mingga endi $600 depozit yana pul ustiga qo'shimcha qilib tashlangan. Shuni hisobiga ko'rsatyapti. Xo'p, demak asli o'sha 1,5 mingga bizaga 1 oyda robot $442 ishlab bergan. Bu o'sha o'zimizning bitta opaxonimizda bor. Klient puli ham birinchi hali e'lon berilmagan klientlardan. Yaxshi, zo'r ketyapti, yomon emas, chotki va 75 mingli o'sha klientni ham ko'rdi, o'zimizning bratan u ham. Ular ham zo'r, chotki ishlab ketyapti, yomon emas. Xo'p, men sizlarga o'rtacha va takoy minimalni ko'rsatdim и maksimalni keyingi darslarda hali yana login parollar ko'p menda ko'rsatib beraman keyingilarda. Xo'p, demak robotlar вроде hammasi sizlarga tushunarli bo'ldimi? Ozgina bo'lsa ham sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, men xursandman. Keyin ma'lumot olamiz. Hozircha chalg'imasdan turinglar. Nasib bo'lsa, robotlar temalarini kurslarni boshlaganimizda birgalikda boshlaymiz ularni, xudo xohlasa. Bitta proyekt qilib inshaalloh. Robotlar bir marta olib turib bir necha shotlarda ishlatsa bo'ladimi? Javob uchun rahmat. Ha, bo'ladi. Misol uchun bir marta robotni olasiz bizdan, bitta shotga qo'yasiz, ulaysiz. Misol uchun $10,000 qo'ysangiz ham, $5,000 qo'ysangiz ham farqi yo'q. Xohlaysiz bizdan robotni olib 100 ming qo'ying, xohlang $500,000 qo'ying, farqi yo'q aka. O'zingiz qilaverasiz. Hop, vot, ya'ni mana shunday ko'rinishda bo'ladi koddalar. Hop, o'ylaymanki, вроде hammani qo'ldan kelgancha savollarga javob berdim va kerak bo'lsa robotlargacha o'tib ketib qoldik. Tugatamiz deb turgan joyimizda ancha yaxshi va tushunarli bo'ldi deb o'ylayman mavzu. Demak, bu mavzuni ham sizlarga tashlab qo'yaman gruppalaringizga va tushunishga harakat qilinglar. Keyin kimda nima savollar tug'iladigan bo'lsa, o'sha gruppalarda misollaringizni tashlab tagiga sekin yozib qo'ysangiz ham keyingi darslarda o'qishga harakat qilamiz. Tushunmagan joylaringizni va yana qo'shimcha holatda to biz qachon javob beramiz kutgancha o'sha gruppada yozsangiz, sheriklar bilan birga maslahat qilib, tushunganlar bir-birlaringizni поддержка qilib borsangizlar, hech nima o'zgarmaydi. O'sha naborot bir-birimizga поддержкamiz qoladi. Hop, gap yo'q, rahmat. Modellar haqida ham gaplashamiz deb o'tdingiz. Keyingi dars. Robotlar eng kamida qancha depozit bo'lishi kerak? Eshitmay qoldim. Eng kami $500 depozit bo'lishi kerak. Yo'q, qo'yaverasiz, farqi yo'q. Xo'p, okalar, xo'p, o'ylaymanki hammaga chiroyli dars qilib berdik va qo'ldan kelgancha tushuntira oldim. Qolgan darslarni nasib bo'lsa keyingi darslardan davom ettiramiz. Ertaga sizlar bilan bunaqa onlayn dars bo'lmaydi. Ertaga video darslik tashlanadi. O'sha video darslikka tayyorgarlik qilasizlar. Undan keyingi kunda nasib bo'lsa yana davom ettirib ketaveramiz. Xo'p, okalar, o'zlaringizni asramanglar, charchamanglar. Robotning narxini aytib o'tsak, примерно 2000 ga bormaydi hozirgi kunda. Keyinchalik chiqsa 2000 cha qilish niyatimiz bor. Xullas shu gap. Charchamanglar okalar.